Hürmetlik vatandaş, bugünkü islaha 2021 yıl 10. ayının 14. günü. Yukarıda leksiyalar sözüldük, hem bir muhakeme temisiga ahir sualını koyduk. Endilikte bizden deydiğimiz bundak. Mesela Amerika uruşqa qarşı durman dedi Tayvan boğazıda. Xitay Amerika'nı heliki yumşaq dep qardı boğay. Çünkü Xitay neme dese Amerika yol qo'yuvergandan keyin Xitayning nazarida Amerika yumşaq Amerika bo'lib qoldi degan gap. Dal mushundaq vaqtda Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin chiqib, Jungo iqtisod taraqqiy qilyapti, iqtisodiyoti Amerikada olqib ketdi. Mundaq ahvolda darajadan tashqari davlat bo'lish oldida turgan Jungo Tayvan bo'g'izida Tayvanni qurolli kuchlar birlik keltiraman desa, bu bo'lmaydi. Gapning ma'nosi ruxsat yo'q. Sizlarga dedik, birinchi qatim 10 ayning 11 kuni prezident Vladimir Putin Rossiyada Bolsheviklar partiyasida qo'lga oldi. Bugün 14. günü prezident Vladimir Putin Jungo qartib shundoq dedi. Hozir Tayvan bo'g'izining vaziyati o'zgarib ketdi. Prezident Vladimir Putin shuni degan ekan, Rais Xi Jinping, bir pay o'q ota olamsiz Tayvan bo'g'izida. Qani ko'rib boqayli. Buningdan keyin harbiy aeroplanlarni avatib Tayvan bo'g'izi, Tayvanning havo tavalligiga kira olamsiz. Qani nochiligingizni, bir erkakligingizni bir ko'rib boqayli jo'ngnan. Hem de iş şundak oldu, sual şundak oldu. Lekin bir yerde Tayvan meselesi qanday hal qilish to'g'risida prezident Vladimir Putin bir nima demadi. Tayvan meselesi qanday hal qilish to'g'risida ushboshi axborotlar Amerika 40 necha yillab deb keldiki, tinch yo'l bilan hal qilish deb keldi. Buningdan keyin nima deydi Amerikada? Endi gap musha yil oxiridagi uchrashuv ikki davlat rahbari, yani Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Joe Biden, Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Rais Xi Jinping mushqatimqi suhbati nima deyishi, nima so'zlashidi. Tayvan meselesi to'g'risida qandaq masala yoki qandaq loyiha o'tirg'i chiqdi. Diqqat vatandosh, orliqda nima gap o'tirg'i chiqdi? Prezident Joe Biden dediki, Tayvan kelishimi dedi. Dal şunu deb turayotganda, dal Shveysariyaning Syurix shahrida Jungoning bir nafar oliy rahbari, Amerika Qo'shma Shtatlarining bir nafar oliy rahbari Jack Sullivan suhbatlashayotganda Jungo 149 dona harbiy aeroplanni Tayvan havo tavalligiga avatdi. Bugün ko'rib boqaylik-chi. Bugundan boshlab hisoblab boqaylik-chi. Qani jo'naqay. Sizlar yana shunday jur'at bo'lamdi, bo'lmamdi? Mesela yani aeroplan avatamsizlar, avatalmamsizlar, behuda bo'lib qoladi, kulkulik bo'lib qoladi, ajvi bo'lib qoladi, masxara bo'lib qoladi. Chunki bu yerda ikki buyuk davlat, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasi Tayvan bo'g'izida o'q chiqarishga, urush qilishga ruxsat yo'q dedi-ku. Ana, hozir dedi-ku. Shunga vaziyat bir ko'chada o'zgardi. Endi Tayvan meselesining ehtimolligiga qandoq keladi vatandosh? Tayvanni Jungoga birlik keltirish uchun ma'qul deb turayli. O vaqtida hozir Tayvandagi Demokratiya Taraqqiyot partiyasi, Tayvandagi Kuomintang partiyasi bilan quruqliqdagi Jungo partiyasi birlikka kelishi kerak. Ya'ni partiyalarni birlashtirib etish emas, fikrda birlikka keltirishi kerak. Pozitsiyada birlikka kelishi kerak. Jungo meselesi to'g'risida birlikka kelishi kerak. Buningdan keyingi bir Jungo, Amerikaliklar nazaridagi bir Jungo, Jungoliklar nazaridagi bir Jungo, haqiqiy ma'nodagi bir Jungoga, masalan, Jungoni ko'p partiyalik tuzum bilan boshqarishdan iborat bir Jungo prinsipiga yetib kelish kerak. Jungo Kompartiyasi ma'qul demsizlar? Masalan, bu yerda hozir o'tirdi 3 partiya bor. Tayvanda Demokratiya Taraqqiyot partiyasi hozir hokimiyat beshida, prezident Tsai Ing-wen. Tayvanda Kuomintang partiyasi yaqinda Jolilan saylandi, rais bo'ldi. Kuomintang partiyasi olmishib, o'lgi tiklidi, olmishib, hokimiyat huquq yurgizyapti. Endi Jungo Kompartiyasi sizmi shu partiyalar qatoriga kirasiz.
birinchi bo'lib umumiy saylan bilan, birinchi bo'lib umumiy ideologiyalik fikr to'plash bilan Jungo quruqligida partiya cheklimisi echivitsiz. Matbuot cheklimisi echivitsiz. Namoyish va yig'ilishlar uyish cheklimisi echivitsiz. Mayli Hong Kong, Shanghai, mayli Uyg'uriston, mayli butun mamlakat. Shu vaqtida ko'p partiyalik tuzum bilan 21-asrga kirib kelasiz Jungo Kompartiyasi. Tayvan bo'g'izida ham o'qot olmaysiz. Tayvan bo'g'izga harbiy parxod avatilmaysiz. Tayvan osmoni g'arbiy aeroplan avatilmaysiz. Men uzib aytdim, nimaga ishondim? Ikki tarafda yetib keldi bo'lsam. Amerika Qo'shma Shtatlarida yetib kelgan bo'lsam, Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putindan kelgan bo'lsam, yetib keldimi? Demak, hozir endi cho'ng quruqlikda ko'p partiyalik tuzumni yo'lga qo'ysiz. Shunga men qurultaychilarga savol qo'yayki, bu vaziyatni sizlar buningdan burun bilib bo'lganmi, ko'rib bo'lganmi? Masalan, motam kunini ko'tarib chiqqaninglarga qaraganda, bu vaziyat cho'qim shunda yetib keladi deb shunda tayyorlik qildinglarmi qurultaychilar va yaka projektchilar? Nima ish? Hozir endi bu taxmin. Jungoda ko'p partiyali tuzumni yo'lga qo'yish degan bu ism, bu faoliyat harakat bir taxmin. Xalqaro jamiyat shuni arzu qiladi. Agar jungolik ma'qul desa, Amerika xalqi shuni arzu qiladi. Urush qilma, datalash qilma, tinch yo'l bilan marhamat. Tayvan sening bulamdi yoki nim bo'ldi? Gap qilishga ruxsat qil Tayvanlikka. Ko'p partiyalik tuzumda Uyg'uriston sening mustamlikang bo'lamdi, bo'lmamdi gap qilishga, Uyg'urlarning gap qilishiga ruxsat qil ko'p partiyalik tuzumda. Siz matbuot erkinlik huquqini va ko'p partiyalik tuzumda. Shu vaqtida ondan demokratiya degan xalqarada umumlashgan va davriylik aqimga aylangan mushundaq siyosiy tashabbus, siyosiy muhit va siyosiy tartib ichida anda dünya bo'la oladi. Oldingi shart jungo bo'la oladi, hurmatli vatandoshlar. Hozir yana qisqartildi, atlab ketmadik boshqa mavzuga. Yana bir qatam so'zlaymiz leksiyani Alloh xolisa atidan boshlab, lekin sizlar shuni bilinglarki vatandosh, Tayvan bo'g'izining vaziyati o'zgarib ketdi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Tayvan bo'g'izida o'q chiqarishga ruxsat yo'q. Demedi ya, men shunaroq dedim. Nima dedi? Jungo siz hozir iqtisodda Amerikaning olqib ketgan davlat, ya'ni darajadan tashqari davlat bo'lishga munosib bir davlat bo'lib turug'liq Tayvan bo'g'izida urush qilamsiz? Yo'q. Qani jo'naqa. Endi nochilikni ko'rib boqaylik. Qani